Salom, sizlar bilan videobloger Alijon Abdurasulov. Biz sizlarga bugun Samarqand viloyati Bulung'ur tumani haqida ma'lumot beramiz. Ko'ring va tomosha qiling. Bulung'ur tumani 1926-yil 29-sentyabrda tashkil etilgan. Bulung'ur tumani shimolda Jizzax viloyatining G'allaorol tumani, sharqda esa Baxmal tumani, g'arbda Samarqand viloyatining Jomboy tumani yonida joylashgan. Maydoni 76,000 kvadrat kilometr, aholisi 120,000 kishidan ortiq. Bulung'ur tumanida bitta shahar Bulung'ur va 7 qishloq fuqarolari yig'ini bor. Bular Beshqo'ton, Kulchabi, Navoiy, Sohibkor, Foqyo'ldosh, O'rtabuloq, Kildon. Markazi Bulung'ur shahri. Bulung'ur mo'g'ulcha Bulugar loyqasuv Zarafshon vodiysidagi eng qadimiy kanallardan biri. Uzunligi 90 km. Miloddan avvalgi qazilgan Zarafshon daryosidan suv oladi. Bulung'ur tumani o'rta asrlarda xonlarning bedana qorug'i deb ataluvchi dam oladigan joy bo'lgan. Bulung'ur tumani hududida 1451-yilda Samarqand hukmdori Mirzo Abdulla va Abu Said qo'shinlari o'rtasida katta jang bo'lgan. Jangda Mirzo Abdulla qo'shini yengilgach, Abu Said Samarqand taxtini egallagan. Bulung'ur tumanida 11 ta qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash sanoat korxonasi, shu jumladan 8 ta uzumni qayta ishlashga, 2 tasi konserva mahsulotlarini ishlab chiqarishga, bittasi meva va sabzavotlarni quritishga ixtisoslashgan. Samarqand bolalar oyoq kiyimlarini ishlab chiqarish korxonasining filiali, Bulung'ur terini qayta ishlash korxonasi va Samarqand viloyati Maroqand sifat gilam zavodi filiali ham mavjud. Toshkent Buxoro temir yo'lining 19 km Bulung'ur tumanidan o'tgan va to'liq elektrlashtirilgan. Bulung'ur tumanida Olma-Ota Toshkent Termiz avtomobil yo'li o'tgan bo'lib, uzunligi 22 km. Tumanimizda 66 ta umumiy ta'lim maktablarida 30 mingdan ortiq o'quvchilar ta'lim olishmoqda. Shuningdek, 45 ta ommaviy va bolalar kutubxonasi, xalq teatri, 9-sonli musiqa va san'at maktabi, yoshlik ashula va raqs ansambli, Chavki folklor etnografik xalq ansambli bor. 1933-yildan Bulung'ur hayoti tuman gazetasi bosib chiqariladi. Shuningdek, tumanda bolalar va o'smirlar sport maktabi mavjud bo'lib, unda futbol jamoasi Diyor klubi bor. Diyor Samarqand viloyat ligasida to'p suradi va ligada har yil munosib o'rinlarni egallab kelmoqda. Tumanimizda 3 ta bozor mavjud bo'lib, bular bir haftalik Oqtepa, bitta Dehqon va Buyum bozorlari bor. Tumanda shuningdek bitta ko'p tarmoqli poliklinika, bitta bolalar poliklinikasi, tug'ruq majmuasi va tibbiy tez yordam bo'limlari mavjud. Ma'lumot o'rnida Samarqand viloyat hokimi Zoir Mirzayevning 17-maydagi qarori asosida Xayriddin Xo'jayarov Bulung'ur tumani hokimi lavozimini egallagan. Tumanga shu vaqtga qadar Husan Abjal hokimlik qilib kelayotgan edi. U Samarqand viloyat hokimi qaroridan 13-mayda o'z lavozimidan ozod etilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining joriy yildagi 30-mayda qabul qilingan Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanida kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bu boradagi ishlar ko'lamini yanada kengaytirishga xizmat qiladi. Tumanimiz 2016-2018-yilgacha qayta rekonstruksiya qilinadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Alijon Abdurasulov. Fikr va mulohazalaringiz bo'lsa, muhokamalar bo'limida qoldiring. Xayr, salomat bo'ling. For anyone telling you off for all your deeds. No sign the roaring thunder stopped in cold to read.